Ajrashganingizdan keyin nimalar bo'ladi? Agarda siz 20 yosh bilan 30 yosh orasida ajrashgan bo'lsangiz, har oy ovulyatsiya kunlaringizda sevgiga, erkak kishiga va himoyaga muhtojlik his qilib qiynalasiz va bu atigi 2 kun davom etadi. 30 yoshdan oshganingizdan keyin esa sevgi, himoya, muhabbat, erkak kishi degan tushunchalar butunlay hayotingizdan o'chib ketadi, hatto esingizga ham tushmaydi. Keyinchalik ish izlaysiz, uy taraddudiga tushasiz. Maslahatim hech qachon oylikka ishlaydigan ishlarda ishlamang. Chunki oylikka yashab, oylikka ishlab hech qachon uy ola olmaysiz. Va suhbatlarga borganingizda ham rahbaringiz tomonidan eringiz bormi degan savol beriladi. Bizni o'zbek rahbarlari uchun siz qanday diplom darajasiga egasiz, toifangiz qanday mukofotlar olgansiz, qanday bilimlaringiz bor, imkoniyatingiz bor umuman qiziq emas. Ular uchun birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Erli xodim bu yaxshi xodim, yo'q xodim tartibsiz yaramas xodim. Shuning uchun maslahatim shaxsiy brendingizga asos soling vaqtni yo'qotmasdan. Kichik qadamlar bilan, mayli kichkina daromad bilan boshlasangiz ham sabr bilan kuting. 2-3 yilda aylanib ketadi agarda muntazamlikni saqlasangiz. Katta natijalarga erishasiz. Eng muhimi hech kim qilmagan ishni qiling, hech kim yashamagan hayotda yashaysiz. Uy olasiz, birlamchi ehtiyojlaringiz qondirilgach, ikkilamchi ehtiyojlarga o'tasiz. Tanangizga, sog'lig'ingizga, teringizga parvarish qila boshlaysiz. Go'zallashasiz va tabiiyki atrofingizda erkaklar parvona bo'la boshlaydi. Lekin endi ularning sizga keragi bo'lmaydi. Chunki siz muhtoj paytingizda atrofingizda hech kim yo'q edi. Hattoki ularning gaplari ertak cho'pchakdek eshitila boshlaydi. Va'dalarini eshitib, keyingi gapiradigan gapini ham taxmin qila olasiz. Farzandlar ulg'ayadi. Endi ularga ovqat qilishingiz shart emas, ularning kirini yuvishingiz shart emas. Aksincha, ular sizga ovqat qiladi, sizning kirlaringizni yuvishadi va siz ozod va erkin bir ayolga aylanasiz. Sayohatlar qilgingiz keladi, dunyoni ko'rgingiz keladi, lekin bitta muammo tug'iladi. Farzandlaringiz sizning hayotingizning yagona ma'nosi bo'lgani uchun farzandsiz borsangiz tatimaydi. Lekin eringiz sayohatga chiqishingiz uchun, farzandlaringizni chet elga olib chiqish uchun sizga ishonchnoma